Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan mana yana YouTube kanali orqali birgamiz va bugun sizlarga navbatdagi kokteylni tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Bu asosan kokteylimiz gortenziya gullarimizdagi xlorozlarni davolash uchun bo'ladi. Gortenziya gullarimizda mana shunday shikilashli vodalar, suvlarni qo'yadigan bo'lsak, ya'niki mana krandan olingan tindirilmagan suvlar yoki xlorli suvlarni qo'yadigan bo'lsak, tarkibida tuzlari ko'p suvlarni qo'yadigan bo'lsak, gortenziya gullarimizda xloroz kelib chiqadi. Chunki bu gullarimiz kesli narsani yoqtiradigan gullar hisoblanadi, kesli gruntda o'sadigan gullar hisoblanadi. Agarda bu gullarimizga tarkibida tuzlari ko'p bo'ladigan suvlardan tindirmasdan, shunday tindirilmagan suvlarda ishlatadigan bo'lsak ham xloroz kelib chiqadi. Yana kim bu gortenziya gullari bilasizlar, suvni juda ham yaxshi ko'radi. Keragidan oshiqcha suvni quyib qo'ysak, gruntida oshiqcha namlik to'planib ketadigan bo'lsa ham mana shunday qilib gullarimizda xlorozlar kelib chiqadi. Mana ko'ryapsizlar, hozir mana gortenziyalarimda ham mana barglarida xlorozlar bor. Bu yaqinda yomg'irlar bo'ldi, tinimsiz. Mana shu yomg'irlar vaqtida chakkini tagida edi. Bu gortenziyalarim hammasini qator terib qo'ygan edim. Hammasi chakkini tagida turgan va keragidan oshiqcha bu gullarga yomg'irning suvi keragidan oshiqcha tushib, mana shu gruntlari keragidan oshiqcha namlik bilan turdi. Shuning uchun mana shunday xlorozlar kelib chiqdi. Bugun sizlarga mana shu xlorozlarda qanday gortenziya gullarimiz uchun kokteyl tayyorlashni ko'rsatib beraman. Mana 2 litr suv, bu yomg'irning suvi, iliq holatda, bilasizlar, doimiy holatda gullarimga iliq suv ishlataman, hattoki azaliya guliga ham. Endi bunga nima qilamiz? Bunga mana gortenziyalar uchun yantarniy kislotani 10 litriga 5 gram bemalol qo'shib ishlatsak bo'ladi. Qolgan xona gullari uchun 10 litrga 2 gram qo'shiladi xolos. 10 litr suvni aytyapman. 1 litriga 0,2 qo'shiladi. Gortenziyalarga esa 1 litr suvga 0,5, ya'ni 1 gramni yarmini qo'shib ishlatsak bo'laveradi. Mana shunday qilib avval mana shu yantarniy kislotani solib olamiz. Bu bilasizlar uzoq vaqtda eriydi. Shuning uchun hozir mana ko'rib turganinglardek oldim. Endi mana shuni solamiz. Mana soldim. Bu 0,5 gram bo'ldi. Mana hozir yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Bu suvda erib turguncha keyingi nima ishlatamiz? Bu kokteylimiz uchun sulfat magniy va xelat jelezadan ishlatamiz. Mana shunday qilib kokteyl tayyorlab olamiz va gortenziyalarimizda mana shu xloroz kelib chiqadigan bo'lsa, ham bargida ham ildizidan bemalol mana shu kokteylni tayyorlab ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Gortenziyalarning ko'p bo'ladigan bo'lsa, 10 litr suvga tayyorlaydigan bo'lsalaring, sulfat magniy 10 gram olasizlar. Xelat jeleza ham 10 gram olinadi. Ya'ni bitta choy qoshiqchada uyama qilmasdan bezgorka olasizlar. Ya'ni kim tepasini baland qilmasdan bezgorka olib, mana shunday qilib qo'shib yuborasizlar. Mana bu sulfat magniy. Buni ham solamiz. Agarda ilojlaring bo'lsa, topib olsalaring, kolloidniy sera bo'ladi. Agrodo'konlarda topish mumkin bo'ladi. Mana shu kolloidniy sera eng yaxshi narsa. Kameliya gullariga ham, azaliya guliga ham, gortenziyalaringda ham mana shunday gruntiga kolloidniy seralarni granulachaligidan olsanglar yaxshi bo'ladi. Aralashtirib qo'ysanglar, bu gullarni umuman keyin podkisleniya qilish shart bo'lmaydi. Ya'ni kim har oyda bir martadan kesli suv quyib turish shart bo'lmay qoladi. Mana shu kolloidniy serani o'zi gulimizni kuz oyigacha, hozir solib qo'yadigan bo'lsalaring, kuz oyigacha bemalol gulimizni nima qilib turadi.
nordonlar tuprog'ini nordonlashtirib turadi va kuz faslida yana bir marta solib qo'yasizlar va bahor fasligacha mana shunday qilib gullarimiz bemalol nimasiz turaveradi. O'shaning uchun ilojlaring bo'lsa mana shu agro do'konlarga chiqqaninglarda kolloidnik serani surishtirib topsanglar bemalol bo'ladi. Mana shundan ishlatsanglar juda ham yaxshi bo'ladi kolloidnik seralar. Endi navbatda helat jelezani aralashtiramiz. Helat jelezani esa mana doimgidek 6% helat jelezadan kechirasizlar. 6% helat jelezadan foydalanamiz. Mana ko'rib turganinglardek solib olamiz va buni ham yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Mana kokteylimiz tayyor bo'ldi va shu kokteylni hozir quyib chiqamiz gullarimizga. Yana buni tuprog'iga mana ko'rib turganinglardek mayda havorangchalar ko'rinib turgan bo'lsa kerak. Bu yarani xuddi asmakotga o'xshagan uzoq vaqtda ta'sir qiladigan udobleniyasi bor. Ya'ni ki xuddi asmakotga o'xshab gruntga tashlab qo'yasizlar va mana shu suv berganlarni sekin-sekinlik bilan 20 gradusdan oshiq haroratda suv berilganda namlikka sekin-sekin tuprog'iga chiqib ildizlarga yetib boradigan ozuqa hisoblanadi. Mana shunday ozuqadan solib qo'yganman. Buni tarkibida, buni solganimiz sababi tarkibida serasi ko'p bo'ladi bu ozuqani. 11-11-26, ya'ni kim 11 azot, 11 fosfor, 26 kaliy va undan tashqari alohida sera bor. Bu 26 ekan yozilgani. Ya'ni 26% sera ham bor tarkibida. Ya'ni kim bu ham gruntimizni kislilik qilib berib turadi, ham mana shu xlorozlarni vaqti kelib yo'qotadi. Buni yaqindagina soldim, shuning uchun hali bilingani yo'q. Mana ko'rib turganinglardek kokteylimiz tayyor bo'ldi. Endi mana shu kokteylni gulimizga, gortenziyalarimizga yaxshilab quyib chiqamiz. Mana bunga quyib oldik. Endi mana bu gortenziyamizni ham ko'ryapsizlar, gortenziyalarni ko'ryapsizlar. Mana xlorozlar bu asosan yomg'irda chakkini tagida qolib ketganidan, namligi oshib ketganidan kelib chiqdi. Mana bunga ham quyib oldik. Tashqaridagilarga o'zi tayyorlab quyib qo'yganman. Faqatgina shularni sizlarga ko'rsatib, videorolik qilib ko'rsatib berish uchun olib qo'ygan edim. Mana bugungi sizlarga tayyorlab ko'rsatmoqchi bo'lgan kokteylim, ozuqaviy kokteylim mana shulardan iborat edi. Agarda gortenziya gullarini mana shunday qilib xloroz kelib chiqadigan bo'lsa, bu xoh metil-chatni gortenziya, derevovidni gortenziya bo'ladimi yoki krupnolistni gortenziya bo'ladimi? Mana shunday kokteyl tayyorlab bersanglar bo'ladi. Xona gullarimizga ham tayyorlab bersanglar bo'ladi. Faqatgina yantarkani dozasini 0,2 olasizlar, kam olasizlar, 0,5 dan ham kamroq olasizlar. Mana shunday qilib tayyorlab gullarimizda xloroz kelib chiqqanda bersanglar bo'ladi va mana shu tayyorlagan kokteylimizni bemalol gortenziyalarimizni barglari orqali sprey qilib qo'yadigan bo'lsak ham juda ham yaxshi bo'ladi. Yana YouTube kanali orqali ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'linglar.